Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul uqdeten min lisani yefqahu kavli ve ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hürmetli azizler. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin siratlarini o'qishda, u zotning sunnatu saniyalarini, u zotning yashash tarzlarini, yo'llarini o'rganishda davom etamiz. Zero Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem biz uchun ilhom manbai. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem biz uchun haqni ko'rsatuvchi aniq mash'aladirlar. Rasululloh sallallahu aleyhi ve sellem'ning hayotlarini o'rganib, bu dunyoga nima uchun kelganimizni, nima uchun yashayotganimizni, vazifamiz nima ekanligini anglab yetamiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ning siratlari biz uchun o'ta muhim siratlardan, o'ta muhim tarixlardan hisoblanadi. Har bir musulmonman degan kishi Rasululloh sallallahu aleyhi ve sellem'ni tanish kerak, u zotni yaxshi ko'rishi, u zotni o'rganishi kerak. Biz ham shu maqsadda mana bu suhbatlarni tashkil qilganmiz. Alloh taolo barchamizga mana shu suhbatlardagi so'zlarga amal qilishni, u zotni tanishni, Rasulullohni tanib qiyomatda obro'li, Rasulullohga yaqin bandalardan bo'lishni nasib qilsin. Azizlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ning hayotlaridagi muhim bir nuqtalar, muhim sanalar haqida to'xtalayotgan edik. O'sha muhim voqealardan biri Ahzob g'azoti edi. O'tgan suhbatimizda Ahzob g'azoti haqida gapirdik. Ahzob g'azoti, Ahzob jangi bu Xandaq jangi bilan nomi bilan mashhur. Xandaq qozilgan Madinaning atrofida dushman kirib keladigan joyga, ularning yo'liga xandaq qozilgan edi. Va shu bilan Madinaga to'g'ridan-to'g'ri dushman hujum qilishini oldi olingan edi. Bu g'azot tugadi. Bu haqda batafsil gapirdik. Bu g'azotni orasida bo'lgan bir muhim voqea bor edi. U ham bo'lsa Banu Qurayza qabilasi ahdni, bitimni buzishligi edi. Banu Qurayza qabilasi o'sha Madinada yashagan Yahudi qabilalardan uchinchisi. Banu Qaynuqo bor edi, Banu Nazir va Banu Qurayza. Banu Qurayza qabilasi eng og'ir davrda, eng og'ir damda musulmonlarga orqadan pichoq sanchdi, orqadan demak xiyonat qildi. Ular Makka mushriklari bilan til biriktirib, bitimni buzishdi. Musulmonlarga hujum qilishga tayyorgarlik ko'rishdi. Bu Huyay ibn Axtobning rejasi edi. Ularni bitimni buzishga o'sha ko'ndirgan edi. Ka'b ibn Asad Banu Qurayzaning rahbari, kattasi, Huyay ibn Axtob bilan bo'lib o'tgan muzokaradan keyin u ham ahdni buzishga, bitimni buzishga qaror qildi. Bitim buzildi, musulmonlarga qarshi har xil ig'volar qilindi, hujumga tayyorgarlik ko'rildi. Lekin Allohning bir inoyati bilan, Allohning lutfu karami bilan Ahzob g'azotida to'plangan 10 mingdan oshiq qo'shin Madinada Xandaqning narigi tomonida to'plangan qo'shin bir oy davomida Madinani qamal qilib o'tirishdi-yu, keyin qaytishdi. Bu haqda aytdik. Banu Qurayza o'zlari qolishdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Ahzob g'azotidan qaytib Madinaga uyga kirayotganlarida Jabroil alayhissalom keldilar. Aytdilarki: "Ey Muhammad, sizlar sovutlaringizni yechyapsizlar, sizlar qurollaringizni qo'yyapsizlar, lekin farishtalar hali qurolini qo'ymadi. Unda qayoqqa borishimiz kerak?" dedilar Rasululloh. "Banu Qurayzaga" dedi. Ya'ni Banu Qurayza qabilasi ahdni buzgan edi. Endi ularni ta'zirini berish vaqti keldi. Hech qachon dushmanni odam o'zini oldiga, ya'ni o'zining davlatiga, o'zining xalqiga xiyonat qilgan odamlar bilan birga yashay olmaydi. Oldida olib yashay olmaydi hech qachon. Ulardan xiyonat har daqiqada kutiladi. Shuning uchun Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sahobalarga amr qildilar: "La yusalliyanna ahadun minkumul asra illa fi Bani Qurayza." Ya'ni sizlardan birortangiz asrni
Banu Qurayzaga bormasdan o'qimasin. Ya'ni asrgacha hamma Banu Qurayzaga bo'lsin dedilar. Ahzob g'azotida qatnashgan barcha jangchilar, barcha sahobalar Banu Qurayza tomon yo'l olishdi. Ular Banu Qurayzaga yetib bordi. Ba'zilar yo'lda asrni o'qishdi, ba'zilar yetib borib o'qishdi. Shunday qilib Banu Qurayzani qamal qildilar. Banu Qurayza qabilasi hammasi o'zlarining qal'alari ichiga kirib olib, eshiklarini mahkam yopib, darvozalarni qulflab, ichkarida himoyalandilar. Ular chiqib jang qilishga qo'rqishdi. Vaholanki ularning ham qo'shini bor edi o'ziga yarasha. Ular ham nimagadir ishonib ahdni buzishgan edi. Vaholanki ahdda juda chiroyli bir ularni ehtirom qilingan, juda chiroyli ularning huquqi rioya qilingan edi. Huquqi poymol qilinmagan edi. Juda yaxshi edi ahd. Lekin shunga qaramasdan bitimni buzishdi. 25 kun davomida qamal bo'ldi. 25 kun davomida. Shu davr mobaynida Alloh taolo ularning qalbiga qo'rquv soldi. Ular qo'rqishdi. Muhammad bilan xohlagan paytda jang qila olamiz deb turgan qabila qo'rqishdi. O'zlarining qal'asidan chiqa olmay qolishdi. Ular shunday insonlar edi. Ular qalbida qo'rquv solingan, hech qachon bir to'g'ridan to'g'ri jang qila olmaydigan odamlardan iborat bir qabila edi, bir qavm edi. Chiqib kurasha olmadi, o'zining yerlarini himoya qila olmadi, o'zining qabilasini himoya qila olmadi. Shunda Ka'b ibn Asadning mashhur bir so'zi bor. Ibn Hishomni nimasida keladi, tarixida, siyratida. Ka'b ibn Asad, ya'ni Banu Qurayzaning kattasi aytadi. Ey qavm deydi, sizlarga deydi bir ikkita narsani taklif qilaman men deydi. Nima deysan? Birinchi taklif qiladigan narsam eng yaxshisi deydi. Muhammadni haq payg'ambar ekanligini bilamiz deydi hammamiz. Muhammad haq payg'ambar ekanligini bilamiz. Alloh tomonidan jo'natilgan inson. Insoniyatni hidoyat qilishlik uchun jo'natilgan inson. Bu Tavrotda kelgan. Injilda kelgan. Tavrot va Injildagi xabarlar, oxir zamon payg'ambari haqidagi xabarlar Muhammadga to'liq tushadi deydi. Shuning uchun hozir endi qamalda turibmiz. Ahvolimiz og'ir. Hech narsa kirmaydi ham, hech narsa chiqmaydi ham bizni qal'amizdan. Hozir Muhammadga iymon keltiramiz. Iymon keltirsak qutulamiz hammasidan. Muhammadning tobe'laridan, ya'ni ummatidan bo'lamiz, musulmon bo'lamiz. Shu bilan deydi boshimizga tushgan bu muammolar ham yechiladi. Ular aytishadiki, yo'q deydi. Qabila, qavm, odamlar aytadiki, yo'q deydi, o'zimizni dinimizda qolamiz, Muhammadga ergashmaymiz deydi. Unda ikkinchisini eshitinglar deydi. Ikkinchisi tushib deydi jang qilamiz. U jang qilishlik uchun orqamizda hech kim qolmasligi kerak deydi. Shu uchun o'zimizni kichkina bolalarimizni ham, ayollarimizni ham o'ldiramiz. Avvalo bolalarimizni o'ldiramiz, orqada hech kim qolmasligi uchun. Undan keyin tushib o'zimizni umrimiz, ya'ni o'zimizni oxirgi qonimizgacha o'lguncha jang qilamiz, yo g'alaba qozonamiz, yo mag'lub bo'lamiz, o'lib ketamiz deydi. Ular aytishadiki, yo'q deydi, bolalarimiz nima uchun o'ldiramiz deydi. Nima qil deysizlar deydi. Nima qilishimiz mumkin deydi. Deydi bir kishini Muhammadni hukmiga rozi bo'lamiz tamom deyshadi. Ular oxirida Muhammadni hukmiga rozi bo'lamiz. Yaxshi takliflarni aytadi boshida. O'zlari bilib turgan haq yo'lga ergashaylik deganda ham u qabila, u qavm yo'q deydi, biz ergashmaymiz deydi. Keyinchalik ular Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga odam jo'natishadi. Ya'ni muzokara qilaylik deb. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ularga javoban bir kishini Abu Lubaba roziyallohu anhu ni jo'natadilar. Borib qal'aga kiradi Abu Lubaba. Abu Lubaba oldindan o'sha Banu Qurayza bilan birga ba'zi bir tijoratlarda birga ishlagan inson bo'ladi. Abu Lubabaning sadoqatini bu joyda bu hikoyada Rasulullohga bo'lgan muhabbatini ochib beramizda. Abu Lubaba kirib borganda yahudiylar aytadiki, o'sha Banu Qurayza qabilasining kattalari, Muhammad bizni hozir nima qiladi shunday turaversak desa, Abu Lubaba bunday qiladi. Agar shu turishlaring bo'lsa kallang ketadi deydi.
Abu Lubaba bu ishorani qiladi xolos, gapirmaydi. Lekin shu ishorani Rasulullohga nisbatan qilingan xiyonat deb biladi o'zi tomonidan. Rasulullohga qilgan xiyonati deb biladi-yu. Ularni oldidan qaytgandan keyin borib payg'ambar alayhissalomni masjidlariga o'zini ustunga bog'lab qo'yadi. Ustunga bog'laydi. Nimaga ustunga o'zingni bog'lading desa, payg'ambar alayhissalomga xiyonat qildim. Rasulullohga bir Allohning bir oyati nozil bo'lib, vahiy nozil bo'lib, to meni bir tavbam qabul qilinmaguncha yoki men haqimda biror bir hukm qilmagunlaricha mana shu bog'liqlik turaman deydi. 6-7 kun mana shunday ustunga o'zini bog'lab qo'yadi. Xotiniga aytib qo'ygan edi. Xotini kelib namoz vaqtida ochardi Abu Lubabani. Abu Lubaba tahorat qilib namoz o'qib yana ustunni oldiga borardi-yu, o'zini bog'lab qo'yardi. Hech kim unga bu narsani, bu hukmni joriy qilmagan edi. Payg'ambar alayhissalom buni unga aytmagan edilar, shunday qilgan o'zingni jazolagin deb. O'zi payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga xiyonat qildim deb, Rasulullohni bir sirlarini ularning oldiga ochdim deb o'ylab, o'zini gunohkor his qilib, Rasulullohni izinlarisiz bu ishni qilmasligim kerak edi, bu ishorani qilmasligim kerak edi deb o'zini bog'lab qo'yadi. 6 kun, 7 kundan keyin Alloh taolo uning tavbasi qabul bo'lganligi haqida oyat nozil qiladi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bomdod vaqtida tabassum qilib uyda o'tirgan paytlari Ummu Salama onamiz aytadilar-ki, "Ya Rasululloh, nimaga kulyapsiz? Nima bo'ldi? Nimaga xursandsiz?" deydilar. Aytadilar-ki, payg'ambar alayhisalom Alloh taolo Abu Lubabaning tavbasini qabul qildi. Shunda onamiz aytadilar, "Afala ubashir, men bashorat beraymi?" deydilar. Shunda ha deydilar, "Mayli, bashorat bering." Uydan chiqadilar u masjidga qarab aytadilar, "Ey insonlar, Alloh taolo Abu Lubabaning tavbasini qabul qildi. Rasululloh aytdilar sallallohu alayhi vasallam bu gapni" deydilar. Shunda hamma xursand bo'lib, boya ustunga, masjidning ustuniga bog'langan turgan Abu Lubabani borib yechishmoqchi bo'ladi qo'lini. "Sana Alloh tavbangni qabul qilibdi" deganda Abu Lubaba aytadiki, "Yo'q, yechmanglar" deydi. To payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'zlari kelib yechmasalar, men tavbam qabul bo'lganiga bir qanoat hosil qilmayman deydi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam birozdan keyin chiqib Abu Lubabaning qo'lini o'zlari yechadilar. Mana shunday bo'lgan sodiq insonlar bo'lgan sahobalar azizlar. O'zining diniga, o'zining yo'liga, o'zining payg'ambariga sodiq insonlar bo'lgan. Abu Lubaba borib keladi Banu Qurayza qabilasiga. Muzokaralar boshlanadi. Oxiri ular tanlashadi o'zlari. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga odam jo'natib aytishadiki, "Ey Muhammad, mayli biz mag'lub bo'ldik. Biz seni hukming ostiga tushamiz. Ya'ni eshiklarni ochamiz, sen nima hukm qilsang shunga rozi bo'lamiz. Lekin nima hukm qiluvchini, ya'ni hukm bizni ustimizga hukm chiqaruvchini o'zimiz tanlasak maylimi sahobalaringizni ichidan" deydi. "O'zimiz tanlaylik" deydi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ularga bu imkoniyatni ham beradilar. Ya'ni tanlanglar, xohlagan sahobani tanlanglar, o'shaning hukmi ostida sizlarga nima qilamiz? Hukmni joriy qilamiz, jazoni joriy qilamiz o'shani hukmi ostida. Banu Qurayza Sa'd ibn Muozni yaxshi tanishardi. Sa'd ibn Muoz radhiyallohu anhu Banu Qurayza bilan Aws qabilasidan edi u kishi, Sa'd ibn Muoz. Banu Qurayza bilan halif edi. Ya'ni bitimdosh edi ular. Islom kelishidan oldin ham ular birgalikda ishlashardi. Chunki Madinada ikkita katta qabila bor edi, Aws va Xazraj. Aws va Xazraj qabilalarining bittasi Banu Qurayza bilan, bittasi mana Banu Nazir va Banu Qaynuqo bilan bitimdosh edi. Banu Qurayza bilan Aws bitimdosh edi. Awsning kattalaridan biri Sa'd ibn Muoz roziyallohu anhu edi. Ular Sa'd ibn Muozni tanlashdi. Aytishdiki, "Ey Muhammad, bizni hukmimizni Sa'd ibn Muoz chiqarsin" dedi. Sa'd ibn Muozning hukmiga rozimiz. Payg'ambar alayhisalom rozimisizlar dedilar, rozimiz.
Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Sa'd ibn Muozni chaqirdilar, olib kelishga buyurdilar. Sa'd ibn Muoz bu tomonda Xandaqda jang mobaynida uzoqdan kelgan dushman tomonidan otilgan o'q tufayli bilaklari jarohatlangan, o'q tekkan edi va o'sha asosiy qon tomiri yorilgan edi. U kishi kasal edi. Og'ir kasal edi. Kasalliklari davrida duo qilgan edilarki, ey Alloh, agarda payg'ambaringga xiyonat qilgan, payg'ambaringga qarshi qancha aziyatlar bergan, payg'ambaringga qarshi qancha ishlar qilgan, Rasulullohga qancha tazyiqlar bergan ushbu qavm, ya'ni Quraysh qavmi Makka ahli bilan yana jang bo'ladigan bo'lsa, meni yashatgin. Meni o'sha jang uchun yashatgin. Meni tirik qoldirgin ey Alloh. Agarda bundan keyin Makka bilan, Makka ahli bilan, Quraysh bilan jang bo'lmaydigan bo'lsa agar, meni o'zingga olgin, meni shahid qilgin ey Alloh deb duo qilgan edilar. Lekin Banu Qurayzaning xiyonatini, jazosini ko'rishga menga muhlat ber. Banu Qurayzani ko'rib, ya'ni ularning jazosini, ularni mana shu eng og'ir davrda qilgan xiyonatining jazosini ko'rib, xursand bo'lishlik imkoniyatini ber menga deb duo qilgan edilar o'sha paytlar. Ya'ni qo'llari yaralangan, tomirlari uzilgan payt. Bir necha kun o'tdi, 25 kun davomida qamal bo'ldi. Banu Qurayza qabilasi oxirida ular Sa'd ibn Muozning hukmiga tushamiz, mayli, Sa'd ibn Muozning hukmiga rozi bo'lamiz deyishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kasal bo'lsa ham Sa'd ibn Muozni olib kelishni buyurdilar. Sa'd ibn Muozni payg'ambarimiz alayhissalomning yonlariga sahobalar keltirishdi. Eshakning ustiga mindirib, ushlab, u kishini olib kelishdi. Kasal edilar, holsiz edilar. Sa'd ibn Muoz kelganda payg'ambarimiz alayhissalom aytdilarki, "Qumu li sayyidikum." Sayyidingiz, bu rahbaringizga turinglar dedilar. Sahobalarni turishga buyurdilar. Hammalari turib, u kishini hurmatini qilib kutib olishdi. Mana shu maqomda ba'zi bir o'sha ahli fazl, ahli ilm kelganda turish mumkinmi, mumkin emasmi degan savolga ham javob berib ketish kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir hadisda aytadilarki, kimiki dedilar, oldida odamlar turishini xohlasa, turib unga ta'zim qilib, bunday hurmat qilishlarini xohlasa, do'zaxdan joy tayyorlayversin dedilar. Boshqa hadislarda yoki boshqa bir mana bunga o'xshagan mavqiflarda buni mana sayyidingiz keldi, katta odam keldi, hurmatli inson keldi, turinglar deb payg'ambar alayhissalom o'zlari turishga buyuryaptilar. Mana shunday ahli ilm kelsa, ustoz kelsa, kirib kelsa bir joyga turish kerakmi, turish kerak emasmi? Ya'ni hadislar go'yoki ba'zilarning nazdida zohiran qaraganda ikki xil bo'lib qolyapti yoki bir-biriga qarama-qarshiday tuyulyapti. Yo'q, shariatda bir-biriga qarama-qarshi holatlar bo'lishi mumkin emas, chunki Alloh tomonidan nozil qilingan shariat bir-birini inkor qilmaydi. Qarama-qarshilik ko'rinsa agar bu zohirida, shaklida ko'rinadi, uni to'liq mukammal tushungan odamlardan so'rash kerak. Shulardan biri mana shu hadislar. Turish kerakmi? Fazilatli inson kelsa, yoshi katta inson kelsa, masalan, otalarimiz uyga kirib kelishsa, bobolarimiz uyga kirib kelishsa, ustozlarimiz kirib kelishsa yonimizga, darsimizga kirib kelishsa, turishimiz kerakmi, yo'qmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam turinglar dedilar. Sa'd ibn Muoz kelganda turinglar dedilar. Sahobalar turib kutib olishdi. Xo'p, Ka'b ibn Malikning tavbasi qabul qilinganda, bu ham inshaalloh hali keladi. Ka'b ibn Malikning tavbasi qabul qilinganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldilariga keladi o'sha xursandchilikdan. Kelganda aytadilarki, Talha ibn Ubaydulloh Ka'b ibn Malikni turib kutib oladi. Shunda Ka'b ibn Malik aytadilarki, haligacha Talhani shu qilgan yaxshiligi, shu qilgan bir ehtiromi yodimdan chiqmaydi deb doim umrini oxirgacha eslagan. Hech kim inkor qilmagan, sen nima uchun unga turding deb. Ulamolar aytishadiki, kimiki o'zi o'tirib, odamlar meni turib kutib olsin yoki yonimda men o'tirsam ham turib menga hurmat bajo keltirib tursin, ta'zim qilib tursin, men o'tirsam ham ular o'tirmasin
deb o'ylasa, o'zi shu narsani xohlasa, bu do'zaxiydir deyshadi. Chunki kibrli inson bo'ladi. Lekin boshqalar, ya'ni o'zi xohlamaydi uni. Odamlar turadimi, turmaydimi, unga unchalik ahamiyati yo'q. Lekin boshqalar o'zi hurmat yuzasidan bir ustoz keldilar, olim kishi keldi, rahbar keldi masalan, ustozlarimiz, kattalarimiz, ota-onamiz, bobolarimiz kirib kelishdi. Onalarimiz masalan. Ularga hurmat yuzasidan bu yoqdagi kishi hurmat qilib, ehtirom qilib, shular mendan ko'ra afzal deb bilib o'rnidan tursa agar, bunga turgan kishiga savob bo'ladi. Lekin u odam, kirib kelayotgan odam buni o'zi talab qilmasligi kerak deyshadi. Talab qilmasligi kerak. Mana shundan kelib chiqib, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ikkala holatdagi gaplari ham bir-biriga muvofiqlashadi, munosiblashadi. Allohu a'lam. Shunday qilib Sa'd ibn Muoz roziyallohu anhu kirib keldilar va Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yonlariga o'tirdilar. Inshaalloh keyingi suhbatlarimizda Sa'd ibn Muoz haqlarida, u kishining qilgan hukmlari va Banu Qurayzaning oxirgi xabarlari haqida suhbat qilamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.